Men Qurbonova Sayyora Rajabovna Arximed Kids bog'chasini rahbariman va bu sohada 30 yillik tajribaga ega pedagog bo'laman. Sayyora opa, siz bu sohada shu paytgacha qaysi loyihalarda ishlagansiz, qaysi lavozimlarda ishlagansiz? Shu haqida bizga to'liq ma'lumot bersangiz. Albatta, men Qurbonova Sayyora Rajabovna bu sohada 30 yildan beri ishlab kelaman. Ish faoliyatimni tarbiyachi yordamchisilikdan boshlaganman. 4 yil tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlab, bu soha menga juda ham yoqib qolgani uchun o'rta ma'lumot olish uchun kollejda maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qiganman va yana ham o'zimni tajribamni oshirish uchun, o'zimni ustimda ishlash uchun Buxoro davlat universitetida maktabgacha ta'lim, pedagogika va psixologiya yo'nalishida o'qiganman. Undan keyin o'qishni bitirganimdan keyin magistraturaga o'qishga kirdim va 2 yil magistraturada o'qib, hozirda doktoranturaga tayyorlanmoqman. Xudo xolasa, til sertifikatim olsam, doktoranturada doktorskiy ishini yoqlamoqchiman.